qo'yib, yenimdan iqtisod chiqarib, necha yilni topgan tagini o'qishga sarf qildim. Men bundan pushaymon qilmayman. Xo'sh bo'laman. Chunki Shanxay Musiqa instituti dunyodagi 10 cho'ng musiqa institutining birisi. Bu musiqa institutida kunda uyanba. Biz ashlan hammasini ko'rolmasakmi, o'zimizga kerakligini ko'rdik. Haqiqatan dunyoniki naqadar kengligini shu vaqtda men maktabga borgandan keyin his qildim. Chunki biz tirishmasak bo'lmaydi ekan. Menga o'xshash bolalardan agar o'qish sharoiti bo'lsa, o'qinglar bolalar. O'qish sharoitinglar bo'lmasa, biz mana o'yan qo'yib topgan pullarimizdan biz chiqirmiz. Sizlarga beramiz. Biz ma dunyo muhitidan ayrilib qolmayli. Dunyoning muhiti, dunyo nemishlar bo'ladi, shuni bir bilaylanmayli. Ma uchur davridagi kompyuterdan nimani bassak shu chiqadi. Lekin shunda bo'lsa-mu biz hozir mag'rurlanib ketsak bo'lmaydi. Tirishimiz kerak. To'g'ri. Hammaydan tirishimiz kerak. To'g'ri, tirishaylik. Qaysarmi dedi? Mahmud kamni? Mehmetcan Rosayt intayin yaxshi to'rvatgan shundaqmi? Naqshlarini aytadiganlarmi intayin jiq. Bugun mana shu davr klubimizning tunji qitimliq uchirishiga. To'g'ri. Alaydi mehmonni taklif qildik. Kim u? Turg'un. Salam dostlar, çilip tağnin mukamini. Salam dostlar, çilip tağnin mukamini. Gidip geldim bugün sizge güzel Kaşgar. Rahmat. Albatta, hamda do'rashni biz xoslik yaratishning tunji qadami deymiz. Shundaqmi? Sizning bu bundan keyin mana shu naqsh o'rinlash jihati bo'lsin yoki ijodiyat jihati bo'lsin, texmo tirishib, o'zingizga xos bir yo'lni vujudga chiqarishingizga tilakdoshimiz ko'pdan ko'p rahmat. Men yana bir masala bor. Qanday? Mahmud kamdan so'raydigan. Mahmud kam Abdukarim kam bilan uzun yillik og'ina qo'y. Uzun yillik og'ina. Bu ikkisiniki o'yin qo'yish jarayonida nurg'un qiziqchiliklar bor ekan. İkisiga sakdan tashlab o'tirolmaymizmi birada? Bir shu ko'pchilikni qiziqtira oladigan, biror vaqalikni o'yin qo'yish jarayonida bo'lsin yoki turmushda bo'lsin, biror vaqalikni so'zlab bergan bo'lsanglar, Abdukarim aka. Siz o'zingizdan men jim turay. Nimen deyman? Biroq qiziqarli ishlar bo'lsin. Ishkimiz so'nishqili alog'ini o'g'li 20 yildan eshitdi. Shu vaqtga bir vaqalikdan birini deb beringlar dedi. Sizlar danglar kendikisini menday. Siz deb beringlar, boshqa beringlar. Sizlar gapchi bo'lgandan keyin deb bersizlar. Men sal jiqib qolmayman, rost gap. Siz deb beringlar, qiziq gap. Qo'shilib ketay, unda qilmanglar. Qarg'in tayadiqiston deb gap qilmayman, gap qilib beringlar toza. Ay, qanday qilamiz? Yelimi jiq gaplar chiqdi Juma Mahmud kamdan. Bu Mahmudlar, biz demisem rost uzun yillik alog'ini uning ustiga biz bir yurtda cho'ng'og'anda biz shu Qashqarda vaqtlarimizdan tortib yaqin o'tgan og'illardan. U chaqilda Mahmud o'qishib turib Qashqarga ketdi. Men sana shu yangi o'quvni keldim. Har ikkimiz xuddi deyishib olgandek chechimiz uzun. Mahmud Sulaymonmi jazgo chaladi chatmudinboq. Menmi chatmudinboq chalgan bo'lib qoldim-chu. Shu pat ikkimiz o'yan qo'yib men qolimiz. Bir kun qarsam bir bala chaqirib qoldi. Mahmud deb. Meni chiroyimiz o'xshib qoldi vaqt ishkilimiz o'roq. Shu o'roq vaqtda emasmi? Shu bilan gap qilmaylar Mahmudlar bilan bordim. Tishliqni fukkan. Jazo yaxshimi? Desam
G'olibkamdan so'raydi ekandim. G'olibkam qana dedi, G'olib Rim dedi, debdi. Idarada qoldi, aktiv jo'q tanjon bo'laman. Desam, voy, kechdim, mehmon qilili Mahmudga. Dedi, ma'qul deb shuni bilan 5 ga deyishib qo'yib ketdim. Ketib qarsam Mahmud o'zi chiqibdi, adash, sizga vakolatan bir bola bilan mushta ko'rishib qo'ydim. 5 o'zinglar bir mehmon bo'lib ketinglarsam, kimga qanday bo'lgan der, manda desam, adashim abaldim bir o'tganda bir 7-8 kun qazag'in ishni buzib ko'rishdim. Bak kendik chaqchaqa o'zgartirib o'tdim. To'qqidi, kendiki cho'qib to'qib deymi, ha? Kendi chaqchaq. Foydani o'zinglar qaziga meni ishlatib qo'yibsiz-da. Menimcha bundan keyingi nurg'unlig'a o'yin qo'yish jihati bo'lsin yoki ijodiyat jihati bo'lsin, bir-birlarga yordam berib tursizlar. Shundaqmi, Mahmudga, Abdukarimga? Eng oxir qanday? Yana men o'tirib turay, sizlar bo'yicha. Qo'llig'ingizga rahmat, Abdukarimga. Qo'llig'ingizga ko'pdan ko'p rahmat. Mishada o'ltag'an tomoshabinlarimizning orasida Mahmud akamni do'raydigan yana birisi chiqib qoldi. Hadi saklimizga. Qani marhamat. Assalomu alaykum. Marhamat. Ha. Oldi bilan o'zingizni bir tanishtirib o'tamsiz, qani? Assalomu alaykum. Davr klubiga qatnashgan barliq tomoshabinlar, men Ahmadjondan sizlarga o'tib salom. Qarshi olamiz. Rahmat. Mahmud akamning naqshlarini aytayotganda qancha vaqt bo'ldi? Bir 12 yillar bo'lib 12 yil bo'ldi. O'xshash aytamsiz. Qancha % o'xshash? Ya unda ham deb ketkin bo'lmaydi. Ha. Uni da yaxshi o'tmaydi. 60%. 60%. 60%. 60% o'shqa 60 asl bolalar imtihon o'tadi hozir. Bo'ldi unda o'xshashlikka. Tomoshabinlar bir baho berib baqsin, anglab baqaylik. Qani baqaylik. Sözümüz esimde turur, derdimiz dalında turur, bəxtimiz kolunda turur. Unuttum, endi ezildi. Sulhan rahmat. Nayt yaxshi hurmatladingiz. Rahmat sizga. Albatta sizni bundan keyingi turmushingizda texnik yangiliklarning bo'lishini umid qilamiz. Klubimizga qadam tashrif qilganingizga ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat. Hammanglarga rahmat. Rahmat. Yaxshi o'qib berdim akşamlar. Rahmat. Bugun Mahmud akam bizni nurg'unlagan jihatlarda ta'sirlantirdi. Shundaqmi? Yana bir ta'sirlantirgan yeri mana shogird tarbiyalash. To'g'ri. Shundaqmi? To'g'ri. Shogird tarbiyalashda yaxshi shogirdni tarbiyalash kerak. Onunla yolg'iz naqsh o'qishni o'rgatishdan boshqa unga odamiylikni o'rgatish kerak. Biz maktabga borganda bizningki maktab mudirining birinchi darsi sen ijodiyatchi bo'lish uchun, kompozitor bo'lish uchun oldidan adam bo'l deydi. Bu kompozitorning birinchi prinsipi shu. Oldi bilan adam bo'lishimiz kerak. Bo'lmasa bizning yuragimizdan yaxshi naqsh chiqmaydi. Yaxshi asar chiqmaydi. Adam bo'lmasa. Rahmat sizlarga. Meningcha bu san'atga emas, butun kasb maskelamniki deyman. Olim bo'lg'icha odam bo'l deydigan. To'g'ri. Xo'sh, Mahmud aka, tomoshabinlarimizmi yana bir naqshangizni bak seg'inib ketdi bu.
qilar dadimni qabul etgay tilagimni qabul etgay tilagimni kelnigarim qoshimga bir ko'ray didorimni kelnigarim qoshimga gul qilar yuragimni bilasanmi aytgan dadimni bola